nevaralarimni, o'g'limni ko'rib kelmoqchiman. Sog'indim. Ha, juda yaxshi o'ylabsiz. Yaxshi boring. Yaxshi o'tiring. Mabodo bir necha kunga qolgingiz kelsa, bemalol qolavering. Ha, sizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz kelin? Keling. Rahmat qizim. Tinchlikmi? Kayfiyatingizmi? Hammasi jonimga tegdi. Sizlarnikida yashaganda sizni ko'nglingizni olaman deb o'lib ketardim. Bo'lib ham mazza qilib yashayotganim yo'q. O'g'lingiz boladan battar injiq. Men faqat ularning ko'ngliga qarashim kerak. Meni ko'nglimga kim qaraydi? Men ham qachon odamga o'xshab yayrab yashayman. Uyimdagilar kelishga qo'rqishadi. O'g'lingiz umuman yoqtirmaydi biznikilarni. Bunday noshukurchilik qilishingiz gunoh. O'g'lim hamma sharoitingizni qilib qo'ygan-ku axir. Obbo, kelib gunoh savobni siz menga o'rgatasizmi? Xudoga shukr, ota-onam hali tirik. Umrlari uzoq bo'lsin kelin. Menga qarang. Boshqa menga aql o'rgatmang. Aqlingiz oshib-toshib yotgan bo'lsa, ana, o'g'lingizga o'rgating. O'zi kim chaqirdi sizni? Mayli kelin. O'zingiz bilasiz. Yoqmayotgan bo'lsam ketaman. Ketyapsizmi? Mendan xafa bo'lmay keting. O'zi asabiylashib turuvdim. Nega sizdan xafa bo'lar ekanman qizim? Siz nima desangiz shu. O'g'lim bilan baxtli yashasangiz bo'ldi. Menga boshqa hech narsani keragi yo'q. Tushunganingiz uchun rahmat. Ish qilib yotishga kelmagan bo'lsin-da. Yana ovsinim bilan g'ijillashib qoldimikin bu kampir. O'zi qariganda juda injiq bo'lib qoldi-da. Choydan oling. Rahmat qizim. Uy ishlardan juda charchadim. Hamma ish o'zimga. Mehmon kutishga holim yo'q. Kechgacha hali qancha qiladigan ishlarim bor. Hali ovqat qilishim, kir yuvishim, mol holga ham qarashim kerak. Ustiga ustak sizga ham qarashga holim yo'q. Xafa bo'lmang. Bor gap shu. Keting